Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bu mening 4 oylik vaqtim. Bu mening 10 oylik vaqtim. Apam dadam Turkiyaga ketayotgan vaqti. Men Qashqarda qolgandim. Babam meni o'ynatayotgan. Mening Turkiyaga kelgan vaqtim. Men kitob o'qishni bek yaxshi ko'rardim. Hem top oynashni bek yaxshi ko'rardim. Kitoblarga bek amraqdim. Kitobni bek o'qiydim. Qo'yda, apa qo'yda, bosh qo'yda, buda qo'y. Men kichigimda bek qo'shiq o'qiydim. Apam o'rgatdi. Bu mening ichki shehrdagi vaqtim. Bulut akıttı. Çak balık kedi. Kapı etisa dülla etildi. Kapı töküse yağmurdu. Apam dadam beni her daim köllerge, dikendeki yerlerge apırdı. Başındak, mesela. Dadam bilen tatılgan resmim. Mening apam dadam her daim mening yuzimga yapırdı. Arkamdaki sebiyan Gökcan. Biz bek çık sayahatlar qılatdık. Şuna her fırsat tapqanda men qo'shiqlar, şiirler yodlaydım. Apam bana her daim o'rgatdi. Biz ba'zida o'yin qo'yib o'ynaymiz. Sumayya ajan gidiyat numar urabıydı. Dam yoqib birima. Bu kalemni ko'rding mu? Dam. Bu daftarni ko'rding mu? Dam. Biz aile bo'yicha o'yin qo'yish o'yinini bek yaxshi ko'ramiz. Men o'zim ba'zanlari drama qo'yib o'ynayman. Bu drama o'zim to'qigan bir drama edi. Miau, ben şardım bek zirgip gittim. Ben bu ormanda yaşayacağım. Özemge uyuyasam. Miau. Yaptı. Özge'yi yap için doğru talaktı. Onun karşısı Betülki'ye bir gün görüşüptü. Yaxşımısan bir şey karşılam. Ben bek hile bilmem. Ben bek akıllı. Ben düşmanlarım. Yaxşımısılar ben sizlerle şiir okup verime. Biz baxtçilik bolalar. Məktəb aç. Biz sayahatga ketsek mi? Kitap o'qishga davom qilatdim. Bu yasi Arshang degan biya. Men yana o'qilarimga mi kitap o'qib beraman? Yangam nansizlar aytdi. Qishqadan tashlarni oldiga ketdi. Qishqadan tashlar. Men maktabdami kitap o'qib birinchi bo'ldim. Salom do'stlar. Bugun sizlarga Tashqalo'g'aning hikoyasi degan kitobni o'qib beraman. Tashqalo'g'aning hikoyasi. Men maktabdan kelsam-mu, har qancha aldirash bo'lsam-mu, kitap o'qishga davom qilaman. Bu mening eshakka mingan vaqtim. Men hayvonlarni bek yaxshi ko'raman. Cho'ng bo'lganda chunki hayvon doktori bo'laman. Bu mening atga mingan vaqtim. Men kichigimdan boshlab masjidga borishni bek yaxshi ko'raman. Bu yersi bek chiroyli masjidkan. Men maktablarda bek yaxshi o'qidim, yuksalgi kitob o'qidim, turdim darslarga qatnashib qildim. Bu yüksel topuğa kitap okuyan vaktim. Sen Uygursan tarımga öngen. Sen Uygursan karızga çömken.
Sen Uygursan Altay'da başım, sen Uygursan Xotan Qayaşım. Azizane Qırqırda Xansan. Bizning yana YouTube kanalımız mı var? Okam sınırımız bile YouTube kanalımızga kitap zamanda O'tdek Turpanda bir aile yaşaydikan. Atının ismi Bektur, ananın ismi Çavluk, balanın ismi Dastur iken. Ata bala her yili men kitap oquyotgan da bilmagan so'zim bor bo'lsa, ma'nosini avlod lug'atidan izlab, ma'nosini bilaman. Qishqa issiq qolaydi ekan. Ularning uyida qutqa deydigan bir xo'jim bor ekan. Xo'jim degan ekan istab boqaydi. Men Uyg'urcha bilmas topolmaganda bek içim pişip ketadi ekan. Şuna Uyg'urcha to'qson choqpalak deb yozsam, to'qson choqpalak emas, to'qsonning rasmlari chiqdi. Boshqa tilda yozsak, to'qson choqpalak degandek bek jiq narsalar chiqdi. Uyg'urcha narsalarni jiq chiqarsak deb o'ylayman. Bu musobaqa qiynalib ketadi ekanmiz. Appa, nimishqa Uyg'urcha yozsak chiqmaydi? Uyg'urchada chiqarasin bir narsalarni bilaman. Men piano chalishni bek yaxshi ko'raman. Biz 2 yıldan Gülbostan muallimning ana til darsiga qatnashyapmiz. Kitap tuzib qilyapmiz. Bular men yozgan kitoblar. Bundan keyin Uyg'urchani texmi yaxshi o'rganib, sizlarga texmi jiq kitob tuzib beraman. Xo'sh.